Pul bu energiya. Energiya esa faqat xohishga keladi. Pullar bu resurs. Pul topish oson. Pullar holatingizga keladi. Qanchalik o'zingizda kuchni his qilsangiz, o'zingizga suyana olsangiz, shuncha ko'p pulingiz bo'ladi. Katta pullar xotirjamlikda topiladi. Pullar ularga xursand insonlarga boradi. Pullar ularni kutgan insonga boradi. Pullar hayotdan zavqlana olgan insonlarga boradi. Katta pullar xotirjamlikda topiladi. Endi ko'zlaringizni yuming. Qalbingizni tinchlantiring. O'zingizga qulay pozada o'tiring. Chuqur nafas olib, nafasingizni chiqaring. Hozir biz siz bilan oppoq xonaga kiramiz. Ha, u yerda hech narsa yo'q. Na rasm, na mebel, oppoq xona. Devorlar oppoq, xona va o'rtada sizsiz. Oldingizga katta pullar keldi. Ko'rinishi qanaqa ekan katta pullarni? Ba'zilarga inson sifatida keladi. Ba'zilarning ko'ziga boshqa narsa bo'lib ko'rinadi. Hozir oldingizga katta pullar keldi. Endi siz ular bilan suhbat olib borasiz. Katta pullar bilan suhbat olib borganda savol berib ko'ring. Pullar o'zlarini siz bilan qanday his qilyapti? Ular o'zlarini yaxshi his qilyaptimi siz bilan? Ularga nima yetishmayapti ekan? Ular nimaga siz bilan har doim birga emas? Sizda nimada muammo bor ekan? Nima uchun katta pullar har doim ham sizni tanlamaydi? Qaysi ko'nikmani rivojlantirishingiz kerak? Ular har doim siz bilan bo'lishligi uchun siz nima qilishingiz kerak? Hozir siz va katta pullar orasida do'stona, ochiq, rost suhbat bo'ladi. Ha, hozir sizni katta pullaringiz gapiradi. Sizga har bitta xatolaringizni aytib beradi. Ular juda ham rost gapiradilar. Va siz nima uchun katta pullar hozir sizni tanlamayotganini bilib olasiz. Sabr bilan tinglang. Qiziqing. Savol bering. Rost suhbat olib boring. Hozir biz sizlar bilan katta pullar praktikasini boshlaymiz va siz pullaringiz bilan rost suhbatni boshlaysiz.
Suhbatingiz tugadi. Suhbatning oxirida katta pullaringiz sizga iliq so'zlarni aytmoqchi. Bizni tinglaganing uchun rahmat. Biz seni yaxshi ko'ramiz. Biz sen bilan hamisha birgamiz. Ha, pullar hamisha sen bilan birga. Ular senga og'riq yoki yomonlik olib kelmaydi. Bizni tinglaganing uchun rahmat. Biz bilan aloqalaringni yaxshilaganing uchun rahmat. Biz sen uchunmiz. Biz seni xursandchiliging uchunmiz va har doim sen bilan bo'lamiz. Eng asosiysi, sen qo'rqma. Hech nimadan qo'rqma. Ko'proq dam ol. O'zingga ishon. Xotirjamlikda yur va qo'rqma. Biz sen uchunmiz va sen bilanmiz. Biz kundan kunga ko'payamiz va biz sen uchun, sening yaxshi hayoting uchunmiz. Biz kundan kunga ko'payamiz. Faqat bizni ko'proq tingla. Kamroq hamma yo'qni kontrolingga ol. Kamroq talab qil o'zingdan. Hayotda biror narsani yo'qotishdan qo'rqma. Pullarni, uyingni, hech nimani yo'qotishdan qo'rqmagin. Chunki hech qachon sen o'zingni yo'qotmaysan. O'zing bo'lsang, hayotda hamma narsa bo'ladi. Biz faqat qo'rquvni yengigan insonlar bilan birgamiz. Endi siz o'zingizni yaxshi his qilganingizda, ha, pullar hamisha siz bilan. Pullar ko'paysa ko'payadi, lekin hech qachon sizni tark etmaydi. Pullar hamisha sizni tanlashini bilganingizdan keyin, endi o'zingizga hozirgi kunda kerak bo'lgan summani tasavvur qiling. Bank hisobingizda bo'lishi mumkin yoki-da nalichkada bo'lishi mumkin. Xayolingizga kelgan birinchi miqdor to'g'ri miqdor. O'sha pullarni ko'rdingiz va ularga ishondingiz. Endi u pullarga nimalarni sotib olishingizni tasavvur qiling. Nima sotib olasiz? Birinchi sotib oladigan narsangizni va o'sha narsani sotib olayotgandagi tuyg'uni his qilib ko'ring. Qayerdan nima sotib olasiz? Kim bilan borasiz? Qanday tuyg'ularni his qilasiz? Bu tuyg'uni detallarigacha tasavvur qiling. Ob-havo qanaqa bo'ladi? Qo'lingiz, oyog'ingiz nimani his qilyapti? Nimani hidi kelyapti? Qalbingizda nima tuyg'ularni his qilyapsiz? Ajoyib tuyg'u, bilaman. Endi siz shunday ishonch bilan katta pullarga tayyorligingizni ayting. Ha, siz katta pullarga tayyorsiz. Buni his qilib takrorlab ko'ring. Men katta pullarga tayyorman. Pullar menga oson keladi. Pullar menga komfort beradi. Va men katta pullarga tayyorman. Men katta pullarga arziyman. Pullar hammaga yetadi. Va pullar menga zavq olib keladi. Men sifatli hayotda yashashim uchun pullar menga osonlikcha keladi. Men katta pullarga tayyorman. Va men katta pullarga arziyman. Men boy insonman. Asta sekinlik bilan biz meditatsiyani tugatamiz. Va siz bilasizki,
Siz yangilangan inson bo'lib qaytyapsiz. Sizni har bitta hujayralaringiz o'zgardi va siz boy inson bo'lib qaytyapsiz.